Yaxşımızlar hanımlar, bugünkü dersimiz tuzluqçılığın soğuk sayı. Bunun kerakli materialimiz bolsa tövəndikcə. Aldı bilan bununğa təlib alğan materiallarning hammasini axlab, quritib təlib almamız, yol bo'lmasligi kerak. Bunun aldı bilan səvzə, ondan acıqroq qizil laza, bilan boshqa holatda quruq bular. Ondan shu axlobu, pomidor, qizlar buning hammasini quritib təlib almamız. Bunun faqat yol bo'lmasligi kerak. Shuna nuqtaga diqqat qilinglar. Arkadan bo'lsa chingsaya, tomroq chingsaya ishlatdik. Ondan kapska, buning ichida yana samsaq, zanjirlarmi bor qizlar. Arkadan shu sachiraydigan tuzlar, bu jirayrak tuz, mana boshqa holat tuz ishlatamiz, odat tuz ishlatmaymiz. Ondan shu sachiraydigan koranglar bo'lsa tex yaxshi. Yaqinlar ko'zichi, u bo'lmasa, boshqa holatga cho'ngroq, og'iz yopildigan, yemroq ko'rishda salami bo'ldi, juma. Asosiy materialimiz shu. Oldi bilan birinchi bosqichda shu ko'katlarni to'g'rab olamiz. Ko'katlarning hammasini shu darsni ko'rsatilgan shakl bo'yicha normal cho'nliqda qalam shaklda to'g'rab olsanglar bo'ldi. Barliq ko'katlarni mana boshqa holatda to'g'raymiz. Bak usha to'g'ratmaymiz, normal cho'nliqda to'g'raymiz, qizlar. Kapskani mana boshqa holatda to'g'raymiz. Pomidorni yalpoq to'g'rab bo'lgandan keyin o'tirdan bo'lib olsanglar bo'ldi. Buni usha to'g'rayishning hojati yo'q, yumshoq bo'lganligi uchun. Barliq ko'katlarni to'g'rab bo'ldik. Endi zanjibilni o'xshash holatda yalpoqlab to'g'rab olgandan keyin qalam shaklda to'g'rab olamiz, qizlar. Bizning bugungi chilmoqchi bo'lgan suyimizning miqdori sal ko'proq. Sizlar masalan uyda ozroq chilayman desanglar, miqdorini kamaytirib mashg'ulot qilsanglar bo'ldi, juma. Mana xonimlar barliq ko'katlarni mana boshqa holatda to'g'rab, cho'ngroq aralashtirishga aqlik bo'lgan bir javriq selib oldik. Endi buning yuziga shu qo'limizdagi piyolada 2 piyola tuzni, ya'ni boyamqi saychilaydan tuzni tegishli holatda sepib chiqamiz. Mana qizlar tuzdan tekshirib sep bo'ldik. Endi aralashtiramiz. Aralashtirgan vaqtinglarda bu yerlik muhim nuqta cho'qim qo'linglar quruq bo'lishi kerak, juma. O'l qo'l bilan tutishga bo'lmaydi, qizlar. Say buzilib qoldi, juma. Shuni diqqat qilinglar. Endi shu ishlatgan saylarning hammasini axlab bo'lgandan keyin cho'qim quritib etib, quruq qalat ishlatamiz.
Әмді бұны яқшы аралаштырып, bana müşkül halatda tuz arası singan qadar aralashtirib bo'lgandan keyin yuzini boşandaylar bilan yipib, salqin o'rin qo'yib bir kish turg'izamiz. Bir kish turgan vaqtda bu sayning suvi chiqadi va qizlar. Mana qizlar ko'zinglarmi bir kecha turgan so'q seni ahvoli mushkul holat bo'ldi juma. Amni buni yaxshi aralashtirib, o'zinglarning mushu yem bo'lgan ko'rlaringlar olgandan keyin bek pishama yeyma desanglar bir hafta desanglar bo'ldi. Ya bekrek yaxshi pishirib yeyma desanglar 2 hafta bo'lganda andan istimol qilsanglar bo'ldi. Yoki ko'zlaringlar qachilab qo'yib pishgandan keyin istimol qilsanglar bo'ldi. Mana mushkul holat chiqdi qizlar, ta'mi shunchaki o'zgacha ham tabiiy holat chiqdi. Mana qizlar havasini bir haftada olgan sayjimi bir haftada mushkul holat o'tadi. Bu samanlar oilasini piqinglar, pullar bilan isbot qilish uchun mos keladi. Shu bilan bugungi darsimiz mushada tamom.